Biz butun boshli koinotda yagona tirik jonzotlarmizmi? Bizga ma'lum koinot 90 milliard yorug'lik yil diametriga ega. Unda kamida 100 milliard galaktika va ularning har birida 100 milliarddan 1 trilliongacha yulduzlar mavjud. Sayyoralar esa undan ham ko'p. Bu shuni anglatadiki, koinotimizda kamida 1 trillion sayyora hayot uchun yaxshi sharoitlarga ega. Lekin ular qayerda? Koinot nega kosmik kemalar bilan to'lib toshmagan? Hozir tushuntiraman. Agar o'zga dunyo sivilizatsiyasi boshqa yaqin galaktikamizda bo'lgan taqdirda ham biz ular haqida bila olmaymiz. Aniqroq qilib aytganda, bizni galaktikamiz joylashgan local groupdan tashqariga chiqish imkonsiz. Bunga sabab koinotning kengayishi. Agar juda tez kosmik kemalarimiz bo'lgan taqdirda ham u yerlarga borishga milliardlab yillar ketgan bo'lardi. Tasavvur qiling, siz koinotning eng bo'sh joylaridan uchib o'tasiz. Keling, unda somon yo'li haqida gaplashamiz. Somon yo'li bizning qadrdon galaktikamiz. U 400 milliardgacha yulduzlarga ega. Bu juda ko'pki, har sekundda bittadan sanasangiz ham sizga 1000 yil kerak bo'lardi. Quyoshga o'xshagan yulduzlar esa 20 milliardni tashkil qiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ularning har 15 tadan bittasi Yer kabi hayot uchun zaruriy shakllarga ega. Borana deb 0.1% da hayot bor desak ham, bizda 1 million sayyorada hayot bor degani. Shoshmang, hali yana bor. Somon yo'li 13 milliard yoshda. Boshlanishida u hayot uchun yaxshi joy bo'lmagan, chunki uning har yerida portlashlar mavjud edi. Lekin bir necha milliard yil o'tgach, ilk Yer kabi sayyoralar yaraldi. Yer atigi 4 milliard yoshda. Shunday ekan, tarixda trillionlab Yer kabi sayyoralar bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar kamida bittasi yulduzlar aro super sivilizatsiya darajasiga erishgan taqdirda ham biz uni payqar edik. Ular qanday ko'rinishda bo'lgan bo'lardi? 3 xil usulda. Birinchi tip sivilizatsiyasi sayyorasidagi barcha energiyani boshqara oladi. Bizning hozirgi holatimiz 0.73 va keyingi bir necha 100 yil ichida birinchi tipga chiqamiz. Ikkinchi tip o'zini quyosh sistemasini barcha energiyasini nazorat qila oladi. Eshitilishi biroz fantastikadek tuyulsa-da, buni amalda qilish mumkin. Misol uchun, quyoshni o'rab oluvchi Dyson sfera strukturasi ancha realroq. Uchinchi tip asosan o'zining galaktikasi va undagi energiyani boshqara oladi. Bu turdagi o'zga sayyoraliklar ilohdek ko'rinadi. Xo'p, lekin nega ularni payqay olmaymiz? Agar biz kosmik kemalar qurib, 1000 yil davomida aholimizni tashqi sistemalarga jo'natsak, butun boshli galaktikani kolonizatsiya qilish uchun 2 million yil kerak bo'ladi. Uzoqdek tuyuladi. Lekin hey, esda tuting, somon yo'li ulkan. Xo'sh, agar butun boshli galaktikani egallash uchun 2 million yil ketar ekan, shu yerni o'zida millionlab, balki milliardlab hayotni ta'minlovchi sayyoralar bo'lib va ba'zi birlarining yoshi biznikidan katta bo'lsa-chi? Biz ularni hali ko'rganimizcha yo'q. Mana shu Fermi paradoksi. Bunga hali hech kim javob topa olganicha yo'q. Lekin bizda ba'zi bir g'oyalar bor. Misol uchun filtrlar. Filtr bu kontekstda hayotga yaroqli bo'lish qiyin bo'lgan to'siq. Ularning ko'plab dahshatli turlari bor va biz ularni ba'zilaridan o'tganmiz. Murakkab hayot shakllari biz o'ylagandan qiyin shakllanishi mumkin. Hayotga turtki beruvchi sabablar hali to'liq kashf qilinganicha yo'q va balki unga kerak bo'luvchi holatlar biz o'ylagandan qiyindir. Balki o'tmishda koinotning har yerida hayot shakllari bo'lgandir va yaqinda koinot sovigani sabab ular yo'q bo'lgan. Balki butun boshli koinotda biz yagona va tanho sivilizatsiyadirmiz. Ba'zi bir buyuk filtrlar burnimiz tagida bo'lishi ham mumkin. Bu juda yomon degani. Koinotning har yerida o'zga sayyoraliklar yuksalib, ma'lum bir nuqtaga yetgach vayron bo'lgan. O'zlari payqamagan sabab tufayli. Masalan, qandaydir qudratli qurolni yaratishib, u bilan o'zlarini yo'q qilishgan. Barcha muammolarimizga yechim shu tugmani bosish deyish har bitta sivilizatsiyani so'nggi gapi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunday ekan, biz insoniyatning ibtidosidan intihosiga yaqinroqmiz. Balki qadimiy 3-tipdagi sivilizatsiya yetarlicha ko'tarilib, bir zumda g'oyib bo'lgandir. Balki bunday sivilizatsiyalarni topmaganimiz ham yaxshilikka. Hozir bularni bila olmaymiz. Balki paradoksga eng sodda javob biz yolg'izmiz. Yerdan tashqarida birorta hayot shakllariga dalil topa olmadik. Koinot zulmat va bo'shliqdan iborat. Na xabarlarimizni o'qisha olishadi va na bizga xabar yo'llay olishadi. Shunchalar yolg'izmizki, butun boshli koinotning bir kichik galaktikasida bir kichik yeriga qamalganmiz.
Bu g'oyalar sizni qo'rqitdimi? Agar ha bo'lsa, siz tabiiy emotsional reaksiya oldingiz. Agar bizni sayyoramizdagi hayot tugasa, koinotdagi yagona sivilizatsiya yo'qolishi mumkin. Bizdan keyin koinotda hayot abadiy yo'q bo'ladi. Shunday bo'lsa, biz tezroq yulduzlararo ekspeditsiyalar jo'natib, ilk 3-tipdagi sivilizatsiya bo'lishimiz kerak. Koinotdagi yagona hayot shaklini koinot yakunigacha saqlab turishimiz kerak. Keyin esa yo'qlikka mahkum bo'lamiz. Koinot shunchalar go'zalki, biz hali uni 100% o'rganganimizcha yo'q.